Jahongir aka, Akam, nimalar qilyapsiz? Cobalt hadi o'g'izlab kesyapman. Bir narxlarni tushuntirib O'tib oling. ketdi, banglatamiz. Kamolda nima qilyapsiz? Cobalt hadi uchun nech pul ketadi, ko'rib chiqamiz. Cobalt avtomobili uchun shu mashhur amortizatorimiz 6 oy garantiyali 820 ming so'm. Mayli 800 ming so'm, davay. Bir kamplik chashkamiz 85 mingdan 170 ming so'm. Eng ko'p ketadigan bu podushkamiz 135 ming so'm, koreyskiy original. Ektor ichak kulkamiz koreyskisi 45 mingdan 90 ming so'm. Bular esa 35 mingdan 70 ming so'm. Xohlasangiz rezinkalisini beramiz, bu ham 35 mingdan 70 ming so'm. Ikkita sharner koreyskisi original 120 ming so'm. Ikkita nagadeshlik SF firmaniki originali 150 ming so'm. Ey sharaboy, bu ham koreyskiy originali 150 ming so'm. Stabilizatorlar alohida tema. Cobalt o'zini stabilizatori 180 ming so'm turadi. Juda ham tez ketib qoladi, plastmassa bo'ladi. Kaptlaniki esa budjetga birga bir joyga tushadi, 155 ming so'm jufti temirlik bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. Bemalol telefon qilib zakaz bangala to'rasizlar.